Xitoyga borib eshakdek ishlab sizlar uchun yangi tovarlar olib keldim. Hammaga o'xshab do'konimiz ochildi, yangi tovarlar keldi, kargo keldi, digim kelmadi, to'g'risini aytib qo'ya qoldim. Shunaqa chiroyli ko'ynaklar, dvoykalar, finkalar, shimlar hammasidan kelgan. O'zim xitoyliklarni boshini qotirib, bitta do'kon aylanib, tovarlarni ham shunaqa yig'ganman. Bonomur brend do'konimizni bilasizlar, har doim men sizlar uchun eng kачествоsi zo'r kiyimlarni olib kelaman. Qizlar mendan xafa bo'lishardi. O'zingiz ozg'insizda, o'shaning uchun ozg'inligi kiyim olib kelasiz har doim. Bu safar bo'lsa XL razmerda ham katta razmerli ko'ynaklarimizdan kelgan. Bemalol kelavering. Bizning Toshkent Cityda va Navzada filialimiz bor. Bilasizlar, ikkita filialimiz ham ochuv bo'ladi. Ikkalasida ham bir xil tovarlar bo'ladi. Hozirgi videoda ko'rsatayotganim dengizdan tomchi deydi. Kelganinglarda Vibur ko'pligidan boshinglar aylanib qoladi magazinda. Do'konimiz endi har kuni 10:00 dan 21:00 gacha ochiq. Ikkita filialimizdan qaysi biri sizlarga yaqinroq bo'lsa, bemalol boravering. Adresimizni bo'lsa, do'konni aktualnistda adresda qoldirganmiz. Bilaman, ichinglar yonib ketyapti ustimdagi kiyimni ko'rib. Bundan ham do'konga kelinglar, sizlarni kutamiz.